Oybek va Oqishloq mahalla fuqarolar yig'inining oqsoqollari, hurmatli mana fuqarolar mahalla ahli yig'ilib turib, mahallaga, ikkita mahallaga alohida mahalla infrastrukturasini yaxshilash bo'yicha alohida 3 milliard mablag' berdi. 3 milliard. Ming rahmat muhtaram boshimiz. 10 kilometr shag'allashtirish, ko'priklar masalasi. Xo'sh, mahalla binosini atrofida bir chiroyli qilib loyihachilar ham keladi, arxitektor ham keladi, o'tirib ishlaysizlar. Juda ham chiroyli sifatli bo'lishi kerak. Xo'sh, bu xalqimizga xizmat qiladi. Mahallaga, ikkita mahallaga alohida 300 kilovatdan alohida quyosh panellari o'rnatiladi. Bir yilda mayli Oybek sharoitida 600 million ishlatsa, mana shu mablag' shu mahalla fuqarolar yig'ini ham qoladi. Bu mablag' albatta o'sha ishsiz fuqarolarimiz bandligini ta'minlash. İçtimai resursda turgan fuqarolarimiz, birinchi guruh nogironlar ayniqsa, hammasini qo'llab-quvvatlashga yo'naltiriladi. O'sha kredit to'laydi. Mana yozing 3-loyiha. Hamma gaplarda aytdi, hamma menimcha jonivor odam o'ziga xulasa qilib olmasa kerak. Ishlashimiz kerak faqat. Bizga pul ajratgan uchun prezidentimizga ham katta rahmat. Rayonimizga, shu mahallalarimizga 200 kilometrdan hokim bog'imiz mana Qo'g'irgan rayonning hamma mutasaddi vaqt ajratib bozor kuniga qaramay kelib turibdi. Sizlarning nomlaringizdan shu insonlarga katta rahmat. Xonadonlarga tinchlik, ishlarga rivoj.